Ichidagi ayollik hozir buni ekranini bir kun kelib sizlarda ham shunaqa muammo bo'lib qolsa, ichidagi Instagramingiz, Facebookingizni qaytib tiklay olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq videoni oxirigacha ko'rsangiz, barcha parollaringiz, Instagram, Telegram, barcha parollar qayerda turishini bilib oling va qanaqa parol qo'yganingizni ko'rib oling. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Like, podpiska sizdan, o'rgatish bo'lsa bizdan. Ustiki spostik. Demak, boshladik. Play Marketga kirib, Play Marketdan ismimizni ustiga bosib, Google hisobini boshqarishga kiramiz. Bu yerda xavfsizlik bor, o'shinga kiramiz va eng yuqoridan eng pastiga qarab tushamiz. Eng pastida parollar menejeriga kiramiz. Bu yerda hamma Google akkauntga ochgan profillarimiz turibdi. Mana ko'rsak, Facebookni ko'rmoqchi bo'lsak, mana qaranglar, Facebook nomlari turibdi. Mana ko'zchani bossak, uning parolini ko'rsatadi. Ko'rdinglarmi? Shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi, qanaqa akkauntga qanaqa parol qo'yganlaringni. Video foydali bo'ldi.